Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görülmeler. Reallıqımızga nazar programımızın 22. sanını görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğın. Qadirli görülmelerimiz, hemmalığa məlum boğandak, biz bu programımızda muhaciret hayatımızdaki cemiyette, reallıqımızda mevcut boğan xilma-xil meselelerini ilmi şekilde oturup koyup, onun çıkış yollarını meyli qaysi temada qilgan bo'lsak, shu sohaning mutaxassisi bilan huzuruna sunib kelyapmiz. Bugun butunligin e'lonimizni bergandek, intayin muhim bir temada to'xtalganligimizni e'lon berdik. Albatta, muhacirat hayotimizda xilma-xil davlatlarda yashayapmiz. Har davlatning xilma-xil muhiti, shu yerdagi jamiyatga moslashish va öz milli kimligini saqlab qolish, vatandan uzoq qolgan ahvolda xalqimiz xilma-xil sharoitlarda har xil masalalarga duch kelgan holatda yashayapti. Shunga biz tunugun e'lonimizda bergandek, bo'libmi shu oxirgi yillarda vatan bilan bo'lgan aloqamizning butunlay uzilib qolishi, hech qanday urug' tuqqanlarimiz bilan butunlay munosabatning kesilishi, ularning bir ovozni anglashdan mahrum qilishdak, bu ochiq bir reallikda psixik jihatdan xilma-xil nimalarga buhronga uchrayotgan bir jamiyatda holatda turyapmiz endi. Shuning uchun bugun aziz mehmonimiz Istanbul Sabahattin Zaim Universiteti İngilizce psixologiya kasbini oliy sharaf bilan bitkazgan va navbatda Ibn Xaldun Universitetida yana shu kasbda psixikalik maslahat va yetakchilik bo'limining magistr aspiranti, psixolog, oila maslahatchisi Zakiya Abdusattar xonim taklif qilib, qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganligi uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Hamma rahmat aytaman. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydonda tarqatilyapti. Ekranda chiqib turayotgan nomerimiz, shundaqla ijtimoiy uchur vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishingizni, savollaringiz bo'lsa, so'rashingizni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysiz. Albatta, Zakiya xonim, boshlab ketsak, siz albatta tunji qatim Istiqlol televiziyamizning mehmoni bo'lib o'tiribsiz. Shunga nimazni qisqa nimaga qarasam, hali bir qancha varaq narsa bor. Shuning uchun odatimiz bo'yicha o'zingizni bir qisqacha sizning og'zingizdan olgan bo'lsak, tanishtirib bersangiz. Men Zakiya Abdusattar 2016-yili Turkiyaga oliy maktab o'qish uchun kelgan. Xo'sh. 2022 men Sabahattin Zaim Universitetida psixologiya kasbini tugatgan bo'ldim. Ondan keyin İstanbul Üniversitesi'de to'rdan bala taraqqiyoti kasbini o'qidim. Hamda bu jarayonlarda 100 tane ve to'rdan shaxsiy psixikalik maslahat berish va xonim-qizlar guruh shaklidagi maslahat berish deymiz yoki ruhiy sog'lomlik to'g'risidagi ta'lim-tarbiya degandek ishlar bilan shug'ullanib kelyapman. Va bu sohadagi har xil proyektlarni olib beryapman. O'xshash vaqtda degandek bu ham zaten deb o'tdingiz. Ibn Xaldun Universitetida psixikalik maslahat va yetakchilik bilimining magistr aspiranti. Ko'pdan-ko'p rahmat. Utuqlaymiz inshaalloh bundan keyingi hayotingizda. Oldi bilan albatta programmamiz jarayonida bir qancha masalalar va degan chiqarishimiz vaqtimiz yetgancha. Lekin shu psixologiya degan nima degan bu savol bilan kirgan bo'lsak, kishilar qaysi vaqtida, qanday vaqtda buningga ehtiyoji tushdi yoki psixologiyalik yordamga ehtiyojli bo'ldi degan savol. Psixologiya degan nima? Ama belki akademik, ilmiy, debdeblik gap so'zlarni qilmayman. Albatta. Oddiy tushunishli qilib javob berishga tirishay. Xo'sh. Psixologiya deganimiz normalda insonlarning o'y xiyoli, his tuyg'usi, ondan kishilik xarakteri va ish harakatlari, ya'ni o'zi bilan o'zining munosabati va o'zi bilan atrofdagi muhitning munosabatini tadqiq qiladigan va bu munosabatlarning va shu o'y xiyol deymiz, ish harakatlar deymiz, bularningki normal bo'lib yoki normal emasligini buning qaraydigan va agar normallikdan chiqib ketgan ahvol bo'lib qolsa, buni davolaydigan bir fan.
Keyingi savolimiz. Sualni yana bir yerimi kişiler qandaq vaqtida psixologik yordamga ehtiyoj Kişiler bo'lgan. qandaq vaqtida deganda hamda kişiler özlüksüz davamlıq g'am qayg'u ichida qolgan vaqtimizda pek ümidsizlik qaplab olganda vahima qo'rqinch andisha jiddiy bir holatda uzun muddat turib ketgan vaqtida bundan sirt uyqu sufatining yani nacharlashib ketgan vaqtida yoki bekadidan ziyoda uzun uxlash deymiz yoki hech uxlayolmaslik kechalab ondan ishtahasi bek ozlab ketish yoki tuyuqsiz ko'p yeydigan bo'lib ketish bek qisqa tiz o'riqlab ketish yoki qisqa va qisqa vaqtning ichida tiz samirib ketish Bunlayt asan kichikkin ishlarga bekadidan ziyod chechilgan bo'lib ketish va portlash xarakterdagi g'azablanish ondan er ayol bo'lsin mayli ota onalik yoki farzandlik va yoki normal kishilik munosabatlarimizdagi tangpungliqlarni saqlay olmaslik ma'lum bir cho'ng voqea bo'lgan bo'lsa yoki o'lim deymiz yoki ayrilish deganga o'xshash cho'ng hadislar yuz bergan vaqtda bularning ta'siridan qutulolmaslik yoki o'tmishimizdagi kechmishdagi asorat ruhiy zarbalarning ishkanjasidan qutulib chiqolmaslik odatdagi hamma odam qila oladigan normal kundalik odatlarimizni vazifalarimizni o'rindashda qiynalgan undan sirt masalan yoshim yo'q yoki men nayt ortiq men bek qadr qilmas ekanman yoki mening bunday yashagandan o'lib ketganim yaxshi emasmi degandek o'y xiyollarda bo'lib qolish xulosalagan vaqtda hayotning huzurini ta'mini zavqini ololmaslik hayotdagi butun narsalar qora yoki kulrang ko'ringan qizil yashil siyriq ranglarni ko'rolmagan bir vaqtimizda cho'qim psixikalik maslahatga ehtiyojli ekanman deb qarasak bo'ldi. Ko'p rahmat. Aytmaymiz javob bo'ldi. Hamda jamiyatimizda shu psixologga berish masalasida balki Uyg'urlarda bakrak ko'p bo'lishi mumkin deb qarayman. Ya'ni psixologga borsam kishilar nima deb qoladi deydigan bir xil ko'z qarash va hamda. Buni balkim sizmi bu xizmat jarayonida his qilgan bo'lishingiz mumkin. Bunga qanday qaraysiz? Bu amaliyotda ahamiyati bor, millatda bor, lekin deganimizdek Uyg'urlarda bek ig'ir bir masala. Endi buning sababini balkim o'ylab baxsak, birinchisi psixologiya, psixika degan uqum bizning madaniyatimizga, bizning millatimizga kirgil taxminan bir 20 yillar bo'ldi desak, xatolashmaymiz deyman. Bundan burun bunda bir uqum yo'q deydi tushuncha. Xo'sh. Albatta, lekin Urumchidagi Saranlar doktorxonasi, 4-doktorxona, Ro'y go'zalliklar doktorxonasi degandek bularni bilatdik. Birga bizga umumlashmagan bir uqum, ya'ni yangi kirayotgan bir uqum bo'lishi, yana biriga balkim ko'pincha kishilarlik 4-doktorxonaning mashhurligidan shu yerdan bog'lab tushunib olgan bo'lgandan keyin balkim shuning ta'siriga uchrab ketgan bo'lish mumkin deb o'ylayman endi. Bu yerdagi ro'y kasalliklar, neyro kasalliklari deganlar bu psixikalik masalalarning faqat ma'lum bir qismi. Ya'ni hammasi emas, bu ikkisini ayirib olishimiz kerak. Ro'y psixikasi masala degan gap bu ro'y kasallik, haqiqatan nervus ojiz, ilish qiliqliq saramib qoldi degan gap emas. Bu oxirgi bekat qo'ydi ham balki. Bu faqat shu deganimdek ma'lum bir qismi, xolos. Xo'sh. Hamda shu albatta siz necha yildan buyon shu xalqimizning ichidan bu psixikalik maslahatga ehtiyoji va kishilarning mayli 100 turadan mayli 400 dan qilayotganligingizni bilimsanda. Shu Istanbuldan balkim ko'proq bo'lishi mumkin, Turkiyadan. Sizga eng ko'p kelayotgan masalalar qaysi? Nimalarni ko'proq qanday masalalarga uchrayapsiz? Buningdan xalqimizning kelgan realligimizda nimalarning borligini bilib olamizda. Hamda muhojirat hayotida shu vatan sirtida turayotganlarimiz bu ko'chish degan narsani boshdan kechirgan bo'ldik. Xo'sh. Hamda bu faqat bir davlatdan davlatga ko'chish bo'lmadi. Bu ham shaxsiy bir kishilik ish bo'lmadi, birga millat sifatida beshimizga kelgan bir ish bo'ldi. To'g'ri. Undan sirtda bu ko'chish oilamizdan ko'chish,
yurtimizdan, urug' tuqqanlarimizdan, hatto tilimizdan, o'zimizning madaniyatidan, qilib kelayotgan, davomlashtirib kelayotgan ishimizdan, xizmatimizdan, o'zimizga kichikimizdan tunishlik bo'lgan bir muhitdan, ma'limizdan, normal odatlanib ketgan kundalik turmush tartiblarimizdan ayrilish bo'ldi. Hatto bu bir qatimliq bo'lmadi, masalan, ko'pinchimizga. Misrdan qaytib kelgan bo'ldik va Turkiyaga ko'pinchimiz Turkiyaga kelgan bo'ldik, lekin buning bilan ham tugmadi bu ish. Hatto Turkiyadan boshqa davlatlarga, boshqa davlatga berib bo'libmi, yana boshqa bir davlatga ko'chish deganga o'xshash bir qancha qatim takrorlangan ahvollar mavjud. Bu deganlik bu bir ko'chishdan iborat, bayon bir munch ayrilishlardan bulardan kelib chiqqan yuk qayta hasillanib ketdi degan gap. Yani demak, ig'irlashib ketdi. Endi necha vaqtdan yoqib menga kelayotgan, men ko'rayotgan, men maslahat beradigan asosli masalalarga qaytib kelsak, birinchisi endi kelajakdan ansirash, andisha qilish va inoqsizlik. Xo'sh. Bu inoqsizlik degan narsa haqiqatan bak ig'ir narsa. Kiyinligining nima bo'lganligini bilmaslik. Masalan, eng oddiysini qilib aytsak, iqomat, pasport, kimligi, uy makonning inoqsizligi deymiz. Ish xizmatimizningki, bolalarning kelgusi, ma'rifi, bularimiz inoqsiz, oddiysi, kim bilan turmush qurish, oila qurish masalalari, iqtisodiy masalalar bularimiz inoqsiz bo'lgan ekan. Bu yerda bularni qanday qilaman, bularni qanday idora qilaman degan savollarning hammasi insonni har zamon jiddiy va tayyor holatda tutib turdi va shunga majburlab qo'ydi. Xo'sh. Keyingi bir masala bo'lib qolsa, shu kunlik turmushimizdagi kishilik munosabatlardagi biz tangpon g'alat ilib borolmagan munosabatlarimiz, masalalarimiz, arayollik o'rtasidagi tushunishmasliklar bo'lsin. Yoki bolalar bilan, ya'ni balog'at mezgildagi bolalar bilan ota-onalarning orasidagi to'qinish bo'lsin. Endi bizning vatanda balog'at mezgili deydigan bir hukm atalg'i yo'qdi. Bo'lsin, men anglamagandimmi balki. Ammo hozirgi har bir Uyg'urning yashayotgan davlatida, Turkiyada emas, hamma bu balog'at mezgili deydigan bir hukm paydo bo'ldi. Bu hatto paydo bo'lgandimi bizga ham ig'ir cho'ng masala sifatida o'tirg'a chiqqan bo'ldi. Uningdan boshqa oila a'zolari, masalan, urug' tuqqan jamiyatimiz bo'lib qolsa, ular bilan bo'lgan munosabatlar, bulardagi qiyinchiliklarni hal qila olmayotgan yoki to'g'ri bir usulda munosabat qurolmagan, ya'ni kishilik munosabat masalalari bo'ladi. Uningdan boshqa xonim qizlarimizdagi o'zini yetarsiz ko'radigan, qadr qimmatsiz his qiladigan, undan degandek to'g'risi yolg'izlik his qiladigan, endi bu xonimlarga xos emas endi. Mushta ahvollar tushkunlik deymiz, umidsizlanish, qapsilib qilish. Undan yoshlardagi kimlik krizisi to'qinishi. Uningdan boshqa maktablar bo'lib qolsa chetga qiladigan ahvollar. Undan oila masalalarida kelib chiqqan jangi jadal majralarning ta'sirida yolg'izlik, bekinmachilik, hayotga qapsilib qilish, buning ta'sirida ekranga berilib ketish yoki yomonroq bo'lgan ahvol ostida zaharlik moddalarga xumor bo'lib qilish. Uningdan sirt masalan onalik rolda qiynalib qolgan analar, endi bu degani nima deganda normalda bir ishga bolani beqishmi shunchalik tas bir ish, endi bu vatanda urug' tuqqanlarimiz bordi, qo'lim qo'shnilarimiz bordi. Ular ancha-muncha qarish birdi. Hatto bir tarafdan emas, ikki tarafdan ota-onasi ha-hu deyish beradi. Endi bu chet el hayotida unda bir sharoitimiz yo'q hammamizningki. Zaten o bola beqishda nima salga olmasak, hammamizning o'zimizga xos nurg'onat alamlarni ko'tarib yuryapmiz. Endi ismi yedik anliq roldagi maqsad qilganim shu farishta bolalar, ya'ni otizm, Down sindrom deganga o'xshash. Mushta bolalar bor, onlarning anliq rollarini o'tashda qiynalib qolayotgan ahvoli. Uyg'urlarda xili bor. Tamamen biz bilmagan bir yerimiz bor, amaliyotda dunyoning har qaysi taraflarida bor, amaliyotda bu
bu anılarınki bekrek meselesi hem de özünü günahkar his qilishi ve çaresiz his qilishi. His duygularının içinde biz psikologiyada ikki his duygu bütün his duygularını besip düşüdü bek iğir dep qaraymiz. Mesela Allah ile bir adam acıqlap qalgan bolsa, o 5-10 minut acığı yanıdı, yoki sürde 1-2 saatda, yoki o iliq 1-2 ay davamlıq acıqlap jümeydi bir adam oxşaş bir işqa. Amma ma çaresizlik duygusu bilen bu günahkarlık his qilish, bu davamlıq köz bilen görünmeydigan, lekin insanın dulusuğu meni geçip aldıgan, uzun müddet davamlaşadigan bir his. Endi bu jihatda dünyada bunda zulüm uçurayotganimiz faqat bizlar emas, masalan Palestin, G'azza xalqini aytsam, bu tarafdan G'azza xalqi yani bizden yaxshi deb qarayman, chunki ular nima bo'lmasin, o'zining vatanida vatan uchun bir kishilik qurbonlik bera oladi va shu yerda turib kurash qila oladi va shahid bo'la oladi. Bu ularningki ajab bir qo'limdan ish kelmadi deydigan va gunohkor his qiladigan buna bir ahvol bo'lmaydi. Ammo bizda bizning bütün urug' tuqqanlarimiz, ata-onalarimiz, yaqin yo'riqlarimiz hammasi vatanda va nurg'ulgan necha yilning yoqi ig'ir zarbalarga uchirdi. Hech nima qila olmaymiz. Biz faqat hech nima qila olmadik, qo'limizdan bek alohida bir ishim kelib ketmadi. Faqat hatto bir ish, ular uchun bir ish qilish tugul, biz o'zimizning o'xshab bir yo'limizni tepib bo'lishdi, bu yerda qiynaldik. Bu bir ikkinchi bir masala. Undan bizmi faqat belki men chet elga chiqmagan bo'lsam yoki shuni qilmagan bo'lsam, ota-onam bunda ahvolga uchirmas bo'lg'aydi. Yoki uydagilarning bishig bunda ahvol kelmas bo'lg'aydi deyiga o'xshash bizdan bir mezgil o'zimizni gunohkor his qilish tuyg'usi bor. Zaten hech nima qilolmagandan keyin bu yerda bir çaresizlik tuyg'usi bor. Bu bizni yillarcha bosgan bir narsa. Bu ikki tuyg'u ig'ir, endi boyam deganimdek, farishta. Balalarning analardimi, u balani tuqqan ana bo'lgandan keyin men bu balamni o'shda tug'ib qo'ydim. Yoki bo'lmasa deyilki sog'-salomat tug'ildi, ammo bir vaqa hodisaga uchirdi. U jarayonda miyib bo'lib qoldi degandek, men yaxshi qaragan bo'lsam, bu balam bunday bo'lmaydi. Shekildagi his tuyg'ular sal ig'ir. Hamda eng muhim bir nuqta hozirgi psixikalik va ro'yjatlik masalalarimiz shu. Uzun mezgil yaşab ketganlikdan bu bedenimizga aks ta'sir qilib, jismoniy bir holatga o'tib ketgan ahvol bek ig'ir. Deyim ochiqroq tushunishlik desam, masalan, turishchi temizlik hastasi deb qo'ydi endi buni. Bizning aramizda xeyli umumlashib qilg'iliq bu ahvol. Masalan, tahoratni ko'p qatam tahorat qiladigan yoki mo'jiga kirsa, soatlab u yerdan chiqa olmaydigan. To'xtamay tozalik qiladigan, hatto o'zlam emas, hamda atrofdagi birga yashayotgan, bolalardan tortib shunchalik pokiz, unutma, bu yerda o'ltirma, montajlama shaklda jiddiy holatda undan sirt tuyuqsiz yuriksab ketadigan yoki deylik nerv xarakterlik oshqozon kasalliği, nerv xarakterlik uchay yollig'i deydigan bir kasalliklar bor. Bularning hammasining bir uchi psixikalik masalasiga qarab tutishadi endi. Mana ahvollar. Bir yerlarimiz og'riydi, masalan, oshqozon og'riydi yoki uchayda masala bor, yoki dumbu tarafimiz dulumizda yoki yuragimiz tuyg'usi ketadi yoki nafsimiz yetishmaydi. Ammo doktorxonaga borsak bir narsa chiqmaydi. Bularning hammasi psixikalik masalalardan kelib chiqqan bedenimizdagi alomatlar. Mushta shikoyatlar bilan birga keladigan kishilar ko'proq keldi. Hakikaten yani bu so'zlaganlaringiz aslida har birisini ayrim bir tema qilib uningga javob izlashga tegishli masalalarni so'zlayotdingiz yani. Subhanalloh, shuncha olan masalalar yani demak yani sizga davomli quchqirib turyapti degan gapda. Bu so'zingizda bir narsa yani tilga olib yaxshi qildingiz. Bu deganingizdek masalan bu vatanimizda bizmi shaxsan anglamagan tuqunda. Ba'zi chet elda masalan mayli Turkiya televizorlar bo'lsinmi, shu maktablarda bo'lsinmi, balog'atga yetgan bolalar unda qilmas kerak, bunda qilmas. Yani davomli bo'lgan gaplarni chiqaramiz. Siz mana dedingiz masalan bu anglamagan masalalar deb. Bu bizning vatandagi nuqsonlik miti yoki bu yerda bek oshirilayotib boramdi masalan.
u balaga mesela balaga ketken bal dep nurgun işlerge köz yumadigan aşina işler jiqqamdı. Andaki aşı mezgilde aşina vay dep päpelep yürüp onun kendinden o balla nurgun yaman işlerge öğrenip kaldıgan işlerini mesela şu cemiyeti jiq kördükemiz bu meselelerini. Bunun tigini mesele. Asıl bu Biz sual ondan aslında müşküvetende yaşamadık mesela. Pat kep kalıdı, lekin resmi bir şekilde oturup izinde bakmadım desem buludu. Bunda oylap bakka vaqtimda mesela nöbettendim o belkim babo gıyt deyleymem de. Әміміз оқшаш o mezgilde baştan keçirimiz. Yani bir taraftan oylağa vaqtda bu psixikalik mesele degen narsalar zamanın taraqqiyotida hekishib o'zgarib turdi. Masalan, bizning umuman xalqarалық umumlashgan psixikalik masalalar diagnoz qo'yishda ayrim bir kitob bor. DSM 5 deydigan, yani 5-chi pat nashr qilinib turdi va burunqi hozir ko'rilmaydigan kasalliklar bu qaz chiqarib o'tildi. Yangi zamonning taraqqiyotiga ergashib paydo bo'lgan kasalliklar biz kirgizildi degandek oddiy misoldan birini bersam, mush burunqi nusxalarda mush hamjinslik LGBT masalan bu psixikalik kasalliklar qatoridan deb bo'ldi. Ammo eng oxirgi nusxasida bu chiqarib o'tildik. Yani psixikalik masala deb emas, bu bir normal bir narsa degandek qabul qilingan bir ahvol bor. Shunga o'xshash hamda chet el hayotga chiqqandan yoqib balkim zamon taraqqiyot taraqqiy qilib shunga balog'at mezgildagi bu qadar masalalar o'tirg'i chiqqan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Yoki vatanda chiqqan bo'lsa, masalan, u to'g'ri bir shaklda bunchalar hozirgidek masala de, yani meselelerni keltirib chiqolmay normal bir holatda hal qilinib o'tgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Demisam chet el hayotida hamda biz farqli millat, farqli davlatda yashayotganligimiz uchun nurg'un masalalar bir aqlam kelib bir to'qinish paydo qilib, shu balog'at mezgiliga ig'ir ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Tilg'ilib o'tgan o'zalqima bo'libmi? Tilg'i ağımız mükemmelgan bu LGBT meselesi. Ninki bu yangi nusxasi chiqarib etilishinin keyinida qandaq şu dünyaviy rezil kuchlarning bor ekanligini yaqinda Turkiyaning TRT'da Gök Kuşağı deb bir film, hujjatli film ishlandi. Bunun keyinida chiqarib etilishinin keyinida ameliyat normal qarilishining keyinida qandaq rezil kuchlarning insoniyatning neslini quritish uchun ilib yurgan büyük bir plan, rezil plan bağlıqı aniq. Bu elbette ayrım bir tema meselesi. Yuqoridan da şu siz uchrayotgan masalalarning ko'plarida şu ayollar masalasini xiljiq tilga oldingiz. Hamda şu ayollarninki hamda oiladagi şu besimlarni boshqarishda şu o'zining ruhiy sog'lomligini qo'g'dash uchun oilada masalan qandaq oddiy choralar bormi? Sirtdagi erlar uchun masalan albatta uzun cevap berilgan mesele ama kısa olsun bir cevap alayım. Bizning Uyg'ur ayollari haqiqatan befidakor. Bu tarafdan maşallah bor. Qurban berish desam de boshqa har qanday bir millatning oldida turdi deb o'ylayman men. Xo'sh. Ayol bo'lish va ona bo'lgandan keyin tamamen bu pedagog bo'lgan ekan Uyg'ur ayollari o'zini unutib qoldigan va o'zi ikkinchi planda, yani perdega qilib qoldigan ko'pincha ahvol ostida. Bunda ahvollar mavjud. Bu yerda men davomli o'zingizni birinchi o'ringa qo'ying. Siz bo'lmasangiz sizdan boshqa odam bo'lmaydi demoqchi emas. Bu xato tushunilib qolmasin bu gapda. Ammo o'zimizni unutib qolmaylik demoqchi. Masalan, bir hadis kullukum ra'in ve kullukum mesulun an ra'iyetihi deydigan bir hadisda masalan sizlarning har biringlar mas'ul bo'luvchi. Bu hadis deyilgan vaqtda qandaqdir bir xil menga bo'lgan ta'siri, men ko'pinchimizga shunday ta'sir berish mumkin deb o'ylayman. Bir insonning o'zidan so'rilishidan bekerak ziyoda atrofdagi mas'uliyati bor kishilarning mas'uliyatidan so'rildigandek bir havo shakllandi bu hadis tilga ilingan vaqtda.
Ameliyat en avval biz özümüzden sorulmuş şundan. Yani Allah Teala bizning özümüzden kılmış etmişlerini bir yaka karıp koyup mesela bir erboz ayaldan, dadaboz ballardan, ailesinden sormaydı. Avval özümüzden soruqdan ötken ayağı andın ulanın mesuliyetinden sorulmuş. Demekçi boğunum şu, yani ailem, balam, kalamda deyiş ceryanında özümüzden unutup kalmaylı. Hoş. Bir insan doğuluştan burun o Allah'ın bendisi bulup doğuldu. Yani doğulga vaxtıda. Bu bal buluştan burun mu Allah'ın bendisidir. Deyse bir er deyli, bir ayalga er buluştan burun mu Allah'ın bendisi, ayal kişime oxşayış. Dada buluştan, ana buluştan burun mu yani Allah'ın bendisi. Yani demek o bir şəxs, bir öz aldığı bir insan. Bu ayallık, dadılık, yani anlık rol kiyilip kılış tüpeylden bu yerdeki insan Allah'ın ayrım bir bendislik rolden çıkıp gitmeydi. Gepimizden özü kaytır gileyli, gepini uzatmayın. Ailede ayallarının royu bisimara takabül turalaydıgan adli küçük işlerini desem, şu bayan bir mucize gep sözümünki xulası. Her gün az degende ayallar özü bir 15 minutdan 30 minutgacha vaqt ayırıyalış gerek dep qarayman. Endi bu vaqt meyli bu bombadan keyingi vaqt bolsun yoki agar ana bu qaz farzandlarim uxulib o'tgandan keyingi vaqt bolsun, qanday bir vaqt bolsa, bu vaqt o'ziga xos holat qilish kerak. Yani bu vaqtda yine şekilde ailede qılalaydigan tantarbiya, çiniqish hareketlerini qılalaydı. Yoki deyli öz xalıgan bir kitapni o'qiy olsin, yoki gul-chechaklar bilan vaqt o'tkazsin, misol masalan deyse. Kur'an okusun, mecburiyet noktasından emas. Özü xalab, yani ilip içip xalgan bir betni. Bu Uygurca okusun, yani Arapçası pek yaxşı bolğanlar tamam, Arapça okusun ama Kur'an-ı Kerim'le oquluş üçün emas, bizning hem ameliyatimizga, günlük hayatımızga, hareketimizga ötüş gerek bolğan bir muqaddas kitap bolğandan Uygurca okusun ki, ha bu asli mavqatdagi Turkiya degan narsani biz bilalayli ve anqiralayli. Ondan başqa öz yaxşı gördigan bir işi buluş gerek dep qarayman. Öyünün içinde bolsunmu? Bu mecburiyet noktasından emas. Türkçe bir gap var, keyfine göre deydi. Yani özü yaxşı görüp, içinden çıkarıp durup qılalaydigan bir işlerni muş vaqtlarda qılыс buldu. Bu mesela keşti toquş, keştilaş buluş mümkün degandekde xil, yani ailenin içinde qılalaydigan işleri. Onu da sırt uyqusuga, tamıqıga, ondan günlük hareketlerine dikkat qilish gerek ve bularni albatta qılalaydı. Men bunu bir muvaffaqiyatli tavsiyalaydi desem, menimcha qılalaydı deb o'ylayman. Endi bek ailede bek besim ishib ketgan vaqtda deylik farzandlar ko'proq bo'lgan onalar. Endi bu onalar davomli tugamas, bitmas, nima qildingiz deb belgilanmaydi. Lekin o'xshash bir ish charchatadigan bir ishlar ko'tarib bo'lolmay qolgan vaqtida cho'qim oila a'zolariga muvaffaq uyg'un tanlab berish va taqsimlab berish bu ishlarni. Eğer aile a'zolarimiz yetişmey qolib qolsa, albatta sirtdan yordam so'rash bo'ldi buning uchun. Lekin yordamni qanday, qaysi shaklda so'rash, yani yordam so'rash, tilini tang tilni o'rganish. Undan boshqa shu o'zimizni silishtirishdan yiroq turish endi bek yaxshi bir usul chora. Endi bu faqat ayollarga deyilgan gap emas, erlarga o'xshash. Hammamizning qo'lida telefon bor. Özümüz bir töttamның içinde oltağan bilen bütün dünyanı, xalqarani görüp turalaymiz. Yani bazı vaqtlarda hem de qancha özümni to'g'ri bir şekilde kontrol qilalayman yoki manda qiyib ketmayman deb qalsaqmi, lekin insonning nafsini qiziqtiradigan, masalan, bir inson bo'lish bilan arzulab, xalab qolgan nurg'un narsalar bo'ladi. Onu qarab o'ltirib, o xiyolimizdagi hayot bilan o'zimizning normal reallikdagi hayotni silishtirish jarayonidan nurg'un cho'ng bir to'qinish yuz berganda bu bizni ro'y zarbaga uchratadigan bir ahvol bu. Xo'sh. Endi oilada eng muhim narsa cho'qim er ayol farq etmay cho'nqur nafas olishni mashq qilish kerak. Bu atigan bo'lsin, kech bo'lsin yoki namozdan keyin bo'lsinmi, cho'nqur 3-5 minut nefes
hep beriş gerek. Bu bizim alığı keyfiyatımızın tan şeydi o. Bedenimizdeki otomatik sistemler pek yaxşı geldi o. Tixim bek mühim boğunu hem de nurgulluğun zerbedetlem yoki ig'ir qiyinchiliklarni baştan ötküzgen bolsak, bunu çoğum içimizge yutmay, saqlab oltamay chiqirib etish. Bu chiqirib etish desem illaki çoğum bir şey deyish kerak emas. Bu yerdagi qarish tarafim bek ishonchlik bo'lishi kerak. Endi bizda bir gapni degan vaqtimizda bu gap meyedim ayanda tutmaydi ya o'riqlab ketdi ya samirib ketdi. Belkim nurgulluğalarımız, nurgun qatam burnumuzu suyab ve boldular hiç kim yedemeydi özümüzü içimizde saklaydıgan bir alet şekillenip kalgan buluş mümkün ama deginimdikdek illaki bir deyişimiz şart emas. Hem de bu kesbi kişiler bu qasdıq yaxşı şaraiti yar berip qalsa deyman go. Undaq bir ahval bolmadı degende çoğum xatir qilib yezish kerak o narsani. İçide qalgandan o defter qog'oz foydasi adam. Albatta, qog'oz yuziga to'kilishi kerak o. Onu biraz ko'rib qilishdan ansirsak yezib bo'lgandan yoqi biraz kun o'qib yetib bo'lsa, yirtib olsak bo'ladi o. Endi buningga vaqtim yo'q, men yaxshi yozolmaydim yoki yezishga vaqt ketadi deb qalsa, hammamizning qo'lda telefon bor, ovoz uniga ilish applar bor. Buning bo'lsin davetish kerak uni. Bunun foydasi var da yani. Albatta bu tadqiqotlarda foydasi isbotlangan bir usullar. Ko'rilmalarimiz ciddi, mühim bir narsaga olan bu yani. Şu bununla önge eğilip çoğum işçiden çıkarıp ötüş gerek. Bu en bir xatar usul. Mesela deylik ki bunda da belki biraz günden keyin şunu anlap baksak buludu özümüz. Anlap bakıp, hey tövbe bu şunca ala işken o. Bu asıl bu kadar azaplanıp işimge bitişimge teyişlik bir işmemesiga behuda işkemem muşunun muşunçilik bo'lib ketdimmi deb qolgan vaqtlarimiz jiq bo'ldi cho'qim. Bu xil farq etish, bu xil bilish keyingi qatamlarning oldini oladi deb o'ylayman. Chunki bu o'zining ahvolini nazorat qilib turish, kontrol qilib turishdagi eng unumli usul bu. Bularni qila oladi. Endi sirtlik erlar masalasiga kelaylik. Xo'sh, bichora erlar. Bayatın yoqi so'zlarimiz yurtdan ayrildik, bo'ldi, yolg'iz qoldik. Xo'sh. Tarixda hech qanday bir millatning boshiga kelmagan bir ig'ir zarbalarni yashayapmiz degandek, bularni hammamiz o'rtaq yashayapmiz. Araya hammamiz yashayapmiz. Xo'sh. Çoğun kichik demeyin. Endi erlar bunun ötesini yaşayarlar. O nima deganda bir aileni qamdash, bir ailening üstüne chiqish, bir ailening bisimi. Yani o'zi yolg'iz emas ya bu yerda. Bir ailening bisimi bilan bu erlarning bu yerdagi o'zi kelayotgan sirtqi bisimi xirislari hozir ikkisi xatlanib ketdi degan gap. Allah'tan Allah Teala erlerini yani ayarlarını güçlü kılıp yardım diye. Hoş. Demek bu yerde erlerinin bu bisimlerini, eğri kelgen zarbelerini ifadeleş ayarlarına gidensel farklılık oldu. Belki bekerek açıqlap, çiçilip ifadeleş mümkün. Ondan bekerek görünerligi erler özünü çetki alıdı. Bazı öydün yiraklaşıp, yalğız bir boşluk tayyalaydı ve şu boşlukta qilishni yaxshi ko'rdi. Ayollar ko'pincha yoki so'zlaydi yoki deydi, suhbatlashib paranglashadi. Bu orqali xalq ham bo'lsa, bu erlarninki mahal shakldagi farqi. Hamda erlar nima ish qila oladi degan vaqtda birinchisi erlar bu xil ro'y bisimlarni chiniqish, yenik shakldagi tarbiya turlari bilan aloqasi tamoman bir to'g'ri usul deb qarayman. Oddiysi, eng oddiysi mingish, yugurish. Uning qimmat futbol o'ynash, masalan. Bunday foydali bir amaliyotda bir o'yindek turgan bilan uning boshqa yoki sayl sayohat qilish, aylanib cho'g'lab kelish, qisqarliqlarda yoki dengiz bo'yiga berish, o'rmonlikqa berish. Bularni qila oladi albatta. Endi muhim bu yerda ta'kidlab qo'ydigan nuqtam erlarning sirtdagi besim nachar kayfiyatlarini oila ichiga olib kirmasligi.
bu deganim o'rtoqlashmang hech nima demang degan gap emas. Tamam, ba'zi nurg'un masalalarni, o'rtaq qarorlarni albatta birga ilish kerak. Ayol bilan o'tirib, maslahatlashib, suhbatlashib orqali. Ammo sirtib uchirgan o'ng'ishsizliklari, ruhiy zarbalarni ish xizmatdagi demoqchi o'man. O nachar kayfiyatda oilaga kirib, o endi götürüp kirmegendek yaxshi demişikden. Çünkü bir yerde ailede ayal kişim beka oturup rahat paragat içe düşünmeydi. O manca ballan içe ettiğinden keşküçe cengici del maceranın içe tabak ayıtıp öy tazılap harığın turga vaxtıda o keyfiyatına gözü his duygular bir yuqumluq virus oxşaydigan narsa. O bəzi ağzımızdan çıxırıb deyişimizdən heç gerek yox. Yüzümüz sözləydi, şərkətimiz sözləydi, təqi turqumuzmu sözləydi. Demek bu otomatik bir şekilde yuqodu. Məsələn, xoşal bolğan vaxtımızda xoşallığımızmı şu? Bir adamın çırayı türük, nayt xapa, acıqlanğan halətdə görsək, biz xoşal xoram halətdə onunğa memnunluq bilan da qarab oturamayız normalda. Bizim özgərib qalımız bu yoxodu yani. Şu səbəbdən onu açar keyfiyat öyə kirgan vaqtda bəlkə taraq turaq qıb salımız, yak çıray yaşmayımız, qapaq türük. O ayal oylaydı ki, mən nima iş qıldım bu yerdə? O ayalmandan onun qarşı yaxşı bulmagan bir inkasta buludu. Bu keyinden yana başka bir narsani so'rab chiqdi degandek, bu masalan nal qilish tugul, masala ustiga masala qo'shadigan bir ahvol bu endi. Cho'qim bo'lsa sirtdagi masalani sirtda hal qilish, hal qilolmadik degan taqdirda bu eshikning oldiga kelgan vaqtda cho'nqir nafasdan 5 yil o'tib, o kayfiyatni eshikning sirtida qo'yib qo'yib, ondan uyga kirish. Endi undan bekrak ba'zida özümüz hal qılamadık deyli. Bunda vaqtından qılmız degende işençilik adamını yana erlama oxşaş. Bolsa yurt çoğunları ornuğa gip ötüdüğün adam. Yoki deyli bizga oxşaş kesbi kişilerden yardım so'rasa albatta bo'ldi. Maşallah. Tafsili cevap verdiniz. Allah razı olsun. Aslında yeni bir sualım hazır. Ahirki cevabınızda bir cevabdan bir uç çıktı desem burada. Arayallık münasebeti yüz berdi almış. Düşünüşmezliklerinin özara söhbet arkalı kanda hal kılış mümkün. Yoki çoğum sizlerge ihtiyacı var mı bunda meseleler dedik. Diyen bir sualım var. Eğer koşuşunu xalasanız koşsak buldum. Albatta buldu. Hem de devamlılık her zaman bizge ihtiyaç olmaydı. Çoğum bir mesele olsa bizge gelinglar demeymiz. Nurg'un masalalarni o'zaro o'ltirib mal qilayotgan bo'ladi. Bu bilan birinchi omil suhbat o'tkazish, ya'ni o'zaro tushunish, paranlash orqali. Buning uchun alohida bir vaqt bekitish lozim. Ayollar o'rtasidagi masala yuz bergan vaqtda, shu masala yuz berganda shu masalani hal qilishga tirishmaslik lozim. Xo'sh. O hal qilinmaydi. O masalani cho'qim ayrim bir vaqtda mesela deyli ki, yak bugün keçdi. Vaqt chiqarib men mesela paranglashaylik. Yani şu ayrim bir vaqt bekitish. Bu suhbat jarayonida sen tilini asosan ishlatmaslik. Sen unda qilding, sen bunda qilding, sen bekkeşlik qirding. Sen o'yini ratlamaysan degan o'xshash menda sen tilini ishlatib kelib qolmaslik. Bu sen tilini ishlatgan vaqtda avtomatik qarshi tarafdagi inson o'zini aqlash, o'zini tushundirish terbiye ötüdü. Bu tanışmaydı. Yani ilhamında devletipti. Ya ki miyade bir mesele var ki bunu ben kandak onşayım menden daha ziyade. Çünkü bunda şu olgan olsa müştakımı kandak kılma degen okşaş özünü qoğdaş terbiye ötken boğaşqa bu mesele bu yerde hal olmaydı. Ondan sırt meseleler qılgan ya ki bir mesele yüz bergen vaqtida çoğum balaның алдыда яки чоңларның алдыда дейишмеслик буну. Менин айрым вакыт бекитиш дегеним мушу. O әр аял o'rtasidagi masala bo'lgan ekan, әр аял ikkisi hal qilsin uni. Balalarning aldida desek, endi ota onalik roli bir ta'sir etadi, ham balalarning psixikasiga ham ta'sir etadi. Agar cho'nglar bo'lib qolsa, bunda misol qilay, masalan, bir chamber xiyol qilaylik, buning ichida ikki tal sharik bor. Bu ikki sharekni biz er ayol deb qarasak, masalan bu chamberning yanında ayrilib, ba'zi er ayollar albatta yaqin kelalaydi, ba'zi yiroqlashib qolalaydi, ba'zilarda ro'bro turib qilish mumkin chamberda. Lekin hamda buning ichiga ota-ona kirsa yoki bolalar kirdi deyli, yoki sirtdan boshqa bir odam kirdi,
bu çemberning hozir biz 3 bulun yoki 4 jas bo'lib qolganligini, 4 kvadrat bo'lib qolganligini o'ylab baqsaq bo'ldi. Ota-ona bola yoki boshqa sirtqi kishilarmi bu yerda sharak shaklda 3 bulun oldiga ekib qo'ysa, o er ayol bo'lgan ikki sharak aylanib bir-biriga yaqin kelolmaydi. Bu yerda bir to'saq paydo bo'ldi degan gap. Bundan atlab o'tishim ayrim bir masala. Masalan, ularni qarab qo'yib, to'xtab turib, "Mening er ayolim yoki deb birga kelishim ayrim bir masala." Shunga asosan, ya'ni cho'nglar balla oldida masalalarni deyishmaslik. Endi bunda suhbat o'tkazgan vaqtda bayon mazroq dedim. Özünü düşündürüş məqsədi emas, qarşı tərəf nə deməkçi və onu düşünüş üçün tınşayış. Çoxum illaki bir gəp deyilgən vaxtda onu həll qilish ketməydi, onu orundaş ketməydi. Həm bu cəhətdən bəlkə er ayollarning jiq fərqi var deb oylayman. Ayollar köpüncə vaxtda bir nəsə deyə vaxtda bir nəsəni oturub qoyğanda onu həll qilib beriş üçün deməydi. Faqat davlish uchunmi deydi nurg'un narsalarni. Ammo erlar bunda qo'yilmaydi. Bir narsa deyilgan bo'lsa, unda qo'sma buni qanday hal qilishim kerak. Ammo qanday qila olmayman shaklda bir hal qilish chorasi sunish maqsadida anglaydi uni. Lekin ayolning maqsadi o emas. Bu yerda tinglab berishning o'zimi jimjit anglash, masalan. Bu bir chora amaliyotda. Endi bir vaqtda, masalan, bir suhbat o'rinlashtirdik, suhbat qildik. Deyli vaqt. O vaqtda faqat shu bir tanlab masalani hal qilish. Necha yil bo'lib ketgan, vatanda qolib qolgan deganga o'xshash yoki biz o'tgan oydek bir masalani konxamanni so'rab chiqmaslik bo'lgan. Bumi chunki bu suhbatlarning davomli bo'lishi, bir qatam ikki qatam bo'ldi, paranglashdik, bir masalamiz hal bo'lyapti, bo'lyapti. Unda bo'lsa bu yil davomlashib turtki bo'ladi, lekin mayning o'xshash konxamanni so'rab chiqqan vaqtda bu suhbat albatta yomoniga qarab ma'no degan gap va bu bo'ldilar buni qilganning nima foydasi masala ham eg'irlab jiqlab ketdi. Shaklda davom bunday shaklda ma'nosa albatta hech kim xohlamaydi buni shu joyda qilib qoldi. Shunchalik bayonlamsiz. Son keyni vametdi. Ha, bizga qanday vaqtda bizga keldi? Yar vaqt bizga kelamdi deydigan bir son. To'g'ri. Ameliyatda paranglashış ve o'ltirib uchuq ashkara bir şekilde Alloh qurish nurg'un masalalarni hal qilib o'tadi. Hakan Fidanning bir gapi bor, bu to'g'risida bir ziyoratda ko'rib ta'sir qilgandek menga. Riyosatchi Rossiya urush to'g'risida deyman. Shu Rossiya taraf bilan bir masalani qanday hal qildinglar? Yillarcha hal qilinmagan bir masala desa, Hakan Fidan o'tirib konuştuk deb qo'ydi faqat o kadar yani. Adam esil gap qo'ydi. Yuztran o'tirib paranglashish, nurg'un tushunish masalalarni hal qila oladi amaliyotda. Lekin biz ba'zida aloqa qurish usullarini yoki paranglashish shakllarimiz to'g'ri bo'lmay qolib qolsa, o'zimizning joyida ifodalayolmay qolib qolsak, bu masalamiz cho'nglab ketadi. Masalan, deylik, Qashqarcha gap qilgan vaqtlarda yoki udul ifodalash, nima o'ylagan bo'lsak, shuni tuz bir shaklda, ichimlikni topsin emas. Er ayollarning mingisining ishlash funksiyalari albatta farqli. Men o'ylaganni qarshi tarafning o'ylab ketishi tamoman to'g'ri bir shaklda, ya'ni o'ylagandek o'ylay olishini kutishimiz bir to'g'ri yaratilish fitratimizga nisbatan to'g'ri narsa emas bu. Farqli ishlaydi, farqli o'ylaydi. Zaten farqli. Xo'sh. Endi qanday vaqtda bizga kasb bo'ldi deganda o'xshash masalalar takror yuz bersa. Davomli holatda o bir chambarning ichidan chiqqanmagan bir vaqtida. Ondan bayamning yoqi o'zaro paranglashish, suhbat o'tkazish dedik. Endi bu suhbat balki muhim deb qo'ysak bo'ladi bir oilada, cho'qim 15 kun bo'lmasin, oyda bir qatam bo'lsin bir suhbat, oila suhbati. Xo'sh. Endi bu suhbatning keyini biz kutgandek emas, tahdidlar bilan oxirlashsa, haqorat bilan, zo'ravonlik bilan oxirlashgan vaqtida bizga kelishga ehtiyoji bo'lgan bir vaqt desak bo'ldi. Ondan araylar o'tirishga ishonch dast ketgan bir vaqtda. Va araylar mayli hissiy jihatdan yoki fiziki jihatdan bir-biridan yiroqlashib ketgan vaqtida zaten o'zining o'tirdik masalani hal qila olmaydigan holatga kelib qoldi degan gap bu. Xo'sh.
Endi bu er ayol o'rtasidagi to'qinish jidal majralardan uydagi bolalarmi mayli psixikalik mayli jismoniy shaklda ziyonga uchrayotgan bir vaqtida. Alayla masalan, davomli er ayol jidallashdi. O yerda bo'lmasmi, lekin kayfiyat nacharlikdan ba'zida analar hamda yo'lishdan kelgan bizim yoki kamsitish deymiz, ya'ni yo'lish tarafdan bo'lgan jidal majralar sababli bolalarga qo'l tegib qoladigan o'zining kayfiyatini kontrol qila olmaydi. Bunday ahvollar yuz bergan vaqtida bu demakki to'xtaman bir maslahat topsam bo'lamdi nima deb o'ylantirishga tegishli bir masala. Endi ikki tarafdan birisi ayrilish qaroriga kelaylik, yana bir taraf qanday qilishni bilmagan bir vaqtda cho'qim kasbiy yordam berishga ehtiyojli deb qarasak bo'ldi. Xo'sh. Nihoyatda tafsiliy javob bo'ldi. Odam ba'zida hamda e'lon qildi shuncha bola yuqori deganingizdek ayollar o'rtasida bu masalani hal qilolmay, paranglashmay, hal qilolmay, qanday siklik bilan sizlarning oldinglarga kelganda, ya'ni sizlarning gapinglarni haqiqatan anglaydigan bo'lib ketamdi, ya'ni natijasini ko'radimdi, ya'ni ikkisini ikki taraf o'ltirib o'tirdi, hukmni chiqarasiz, nima ish qilasiz yani? Yo'q, unda qilmaymiz albatta. Ba'zi narsani o'zimizninkini o'zimiz ko'ramaymiz ya. Aynaki qaragan vaqtimizda ko'ralaymiz yoki sirtdan bu masalaning ichida emas, masalaning sirtida turib qaragan vaqtda boshqa bir ko'z qarashlardan masalani tahlil qilib bo'ldi, analiz qilib bo'ldi. Endi buni albatta majatdan yordam bo'ldi endi. Xo'sh. Endi shu sizda ruhiy kasalliklar doktorxonasi va psixikalik davolash markazlaridagi bu yerda egallagan tajribangizga asoslanganda endi shu kishilar shu o'zida bir ruhiy jihatdan bir krizis boshlanganligini qanday alomatlardan his qilib, men to'xtab bormasam bo'lmoqdak yo yordam olmasam bo'lmoqdak deydigan bir diagnozni o'ziga qanday qo'ydingizlar? Bu yerda savol javob berishdan burun ruhiy krizis degan nima buni bilib olsak ham yaxshi deb o'ylayman. Ruhiy krizis deganlik illaki sarang'ib qilish, nervdan ketish, ilishib qilish degan ma'noda emas, albatta. Bu bir ruhiy kasal, lekin mayatga ruhiy krizis deganlik amaliyotda har bir odamning hozirga qadar o'zining masalalariga uchrayotgan qiyinchiliklarga taqobil turish usullari bo'ldi. Yengish usullari bo'ldi. Ya'ni o'zdagi manba demoqchiman. Endi bu mening ichimdagi hozir qadar ishlatib kelayotgan hal qilish choralarini taqobil turish usullarim navbatda yuz berayotgan, men hozirning o'zida yashayotgan masalalarga, zarbalarga bardoshlik berishimga yetishmay qolgan vaqtida, shu yetishmay qolgan vaqtdagi ahvolni biz ruhiy krizis deb qarasak bo'ldi. Endi bu vaqtlarni biz qaysi shaklda ifodasi qanday bo'ldi deganda har bir odam ochiqlab qoldi, qayg'urdi, umidsizlandi. Bu normal ahvol. Anda-sanda pat-pat holatda bo'lib qolishi, endi benormal bo'lgan ahvol. Davomli holat shu shaklda bo'lsa, yoki deylikki bir 3-4 hafta davomlashsa va bundan uzun muddat davomlashib kelaversa, bu cho'qim psixikalik masala deb qarasak bo'ladi buni. Allayli bir ana ballarning ahvoliga nihoyat yaxshi ko'ngil bo'ldi. Bu bara ammo hatto tomoq aytib berishmi yoki bolalarningki nimki yotadi nima emas, o'yratishmi. Tam o'shuning o'dusdan chiqqanmog'dek holatga kelib qolgan bo'lsa, o'zgari. Bu yerda diqqat qilish tegishli bir masala. Lekin normalda bir tamkin, ig'ir bisiq bir odam, ammo yaqindan yoq davomli chachiraydigan, davomli asabiy ochiqlaydigan holat kelib qolgan bo'lsa, bu bir ruhiy krizis deb qarasak bo'ldi buni. Endi bir odamning yana bir odamga o'xshamaydi. Ruhiy krizislari deylikki bir ig'ir keladigan bir musibat yoki sinoq mening boshimga keldi, Alloh saqlasin. Balkim men buni ko'tarolmay, men ig'ir kelib, men habtabtilab bishimni ko'tarolmay yetib qilishim mumkin. Lekin o'xshash bir ish yana bir odamga kelgan bo'lsa,
o adam nait yengil bir holatda o'tkazilish mumkin masalan buni. Shuning bir odamning yana bir odamga nisbatan o'xshamaydi va farqliq demaychi, ya'ni ruhiy, psixikalik chidamchanligimiz farqli. So'nishda. Endi bayam bu birinchi savolda azroq javob bergan bo'ldim. Odatdan tashqari vahima, qo'rqinch, jiddiychilik ichida yashab qilayotgan bo'lsa, nayt kichik ishlarmi bardoshlik berolmaydi, sabr qilolmay oson chechiladigan va chechilgandimi undaq haddidan ziyoda bir shaklda ochiqlaydigan. O da bir necha kecha uxlayolmaydigan yoki bek uxlab ketadigan yoki deylik-ki bek oz tomoq yeb tez bir shaklda uxlab ketadigan yoki bu tam aksicha holatda bo'ladigan. Burun yaxshi ko'radigan, qilib kelayotgan ishlarni hozir yaxshi ko'rmaydigan, hech qanday qiziqmaydigan bo'lib qolsa, yoki deylik hech uydan chiqmaydi, sirtga chiqmaydi, hech kim bilan aralashmaydi, tashqi muhit, ijtimoiy munosabatdan tamoman aloqasini uzgan. İşdəyimiz, o'qishdaymiz, yoki oddiy kundalik mashg'ulotlarni normal olib borolmaydigan bir holatga kelib qolgan. Hattoki diqqatini markazlashtirolmaydigan. Normal odatdagi ishlardimi o'ylab, qaysi kiyimni olay yoki nima tomoq aytay yoki bo'lmasa nega boray deganga o'xshash bunday kundalik odatdagi ishlardimi aniq kesib bir qaror berolmaydigan, yani qararsizlik bularning hammasi normal ruhiy krizlar qatoriga, psixikalik masalalar qatorida bor. Endi bedanga aks ta'sir qilib ketgan degan gapni bayon bir dedim. Sen tuyg'usiz yurib sep ketgan, nafs siqildigan, titraydigan yoki ko'krak qapsi ig'irlashib bir xil og'riydigan degandek bunday alomatlar bo'lsa, yoki haraq tamaka, zərlik chekimlikka o'xshash bunday narsalar uyni berilib qilayotgan yoki ekronga bek telefonning ichiga kirib ketgan bunday ahvollar bo'lsa, Xo'sh. Bundan boshqa yana bayonmazroq dedim. Men haqiqatan bek keraksiz bir inson ekanman. Mening yashaganimning nima foydasi? Ülvağım bacımı bunda hayatda yaşandın degandek bunda o'y xiyollar kelib qolgan yoki bularni bir davatgan bir kishini ko'rsakmi buni cho'qim jiddiy qarash kerak ekan-da. O'sha ahvollarga uchirgan vaqtda yordam berishga haqiqatan bek ehtiyojli va zarur deb qarasak bo'ldi. Endi bu yerdagi o'lcham, muhim o'lcham shu. Bir kishiningki burun qalti bilan hozir qalti o'tirisida ro'shan bir farq bo'lgan vaqtida berish kerak. Ota-onalar buna diqqat qilish kerak ekanda. Albatta, albatta. Farzandlarning uchun o'sha masala. Haqiqatan bek qimmatli ma'lumotlar bo'ldi. Bir şey hozir yana zihnimga shuna bir savol keldi. Normalda shu psixikalik har xil shunday tushunchalar kelib qilishi insonninki shu musulmonning deyiladi, biz musulmon bo'lgan ekan. Ya'ni Alloh bilan bo'lgan munosabatiningki naydi ching, sog'lom bo'lmasligininki insonning shunday har xil qalaymaqon hissiyotlarga yoki mayli u musibat bo'lsin, beshiga kelgan uchirgan narsalar bo'lsin. Shunga to'g'ri muomala qilolmasligiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Umidda Allohga yaqin bo'lgan bo'lsa bu inson unda bir tushunchalarga kelmagan bo'ladi deydigan iymon bor. Buni siz qanday qaraysiz yani? Bu qismen elbette to'g'ri gap. Lekin tamamen to'g'ri gap emas. Bizda bir gap bor, masalan musulmonning yoki iymoni kuchli bo'lgan bir kishining psixikaga, psixologiyaga ehtiyoji bo'lmaydi deydigan. Bu bir taraflama bir gap, xolos. Yani iymonimizning kuchli bo'lishi yoki bizning musulmonligimiz, kundalik diniy ibodatlar bilan shug'ullanish bular bizning manbai hisoblanadi. Bu deganlik hargiz psixikalik masalaga yo'liqmayman, uchirmayman deganlik emas. Inson bo'lish sifatimiz bilan ma'lum bir nuqtaga kelgan vaqtda albatta o'zimizlik manba o'zimizga yetishmay qoladi. Masalan, alayli bayon bir alomatlarni deb o'tdim, to'xtamay tahorat oldigan. Hatto qochquch yeb qolsa bir stakanni 30-40 qatim yuydigan. Buning iymon bilan nima aloqasi bor masalan? Aloqasi yo'q buningki. Biz intam meydanda ballarni misal qilaylik, adaddan ziyoda pek jiddiy ishlaydigan yoki diqqatini yig'olmay markazlash bir nuqtaga markazlashamaydigan
Bular psixikalik masalalar kirdi. Bunda ahvol aslida intam maydonga kirish jarayonida yoki ko'ngillashib ketadigan yoki to'xtamay suxana bag'os kelib ketadigan, hatto ba'zida aylanib ketadigan ahvollar bor. Buning imonning kuchli bo'lishi bilan bir aloqasi bor deb qaramayman. Men normal tamamen bu insonning o'zidagi bir ruhiy holat, kayfiyat. Shu bundaq masalaga uchragan vaqtda albatta namoz o'qish, Qur'on o'qish, tahajjud qo'pish, duo qilish bularning kuchi bor. Xo'sh. Ko'rinarlik muhim kuchi bor, lekin ba'zi vaqtlarda bularni qilish orqali o'zimizni tanishay olmaymiz. Cho'qim sirtdan kichikkina bo'lsin bir yordamga, bir destekka, bir qo'llashga, o'zining yolg'iz emasligini bilishga ehtiyoj bo'ldi insonning. Xo'sh. Ko'p rahmat, nihoyatda qimmatli. Sizlarga rahmat aytaman. Bunday bir fursat bilan ta'minlaganlik uchun. Ko'p rahmat, haqiqatan qimmatli bir program bo'ldi. İnşallah yana davomlashtiramiz shunaqa masalalarni. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, shunaqa qilib birdamda vaqtimiz to'shdi. Nihoyatda go'zal ma'lumotlar berildi deb qarayman. Inshaalloh foydalanish qimmati yuqori. Alloh subhanahu va taolo umr ba'si oldimizdagi sonda boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.